Endi biz 3-chi bosqichga o'tib ketaylik. 3-chi bosqich bo'lsa, g'oyat zo'r miqdordagi harakat planini tuzish. Ya'ni haqiqiy planni tuzish. Ko'pincha kishilar planni tuzib bo'lib tashlab qo'ydi. Biroq haqiqat shuki, plan tuzilib bo'lgandan keyin ishning endi boshlanmoqchi bo'lganligidan darak beradi. Bu xuddi to'y qilib bo'lgan 2 yoshning turmushining xotirjam holatga o'tganligidan, hammashining hal bo'lganligidan darak bermaydi. Balki turmush musofasining endi boshlanganligidan darak beradi. Planga erishishning birdan-bir usuli bo'lsa, o'zingizning nimaga haqiqiy erishmoqchi bo'lganligingizni aniq bilishdir. Balkim bu musofada sizning qo'llangan harakatlaringizning unum bo'lmasligi mumkin. Nima uchun unum bo'lmaydi? Bu xuddi o'riqlashni emas, 20 chaqirim yugurishni nishon qilib olgandek ish xolos. 20 chaqirim yugurib bo'libla o'riqlash maqsadiga yetkilib bo'lmaydi. Agar bu yugurish jarayonida siz ma'lum bir ish tufaylidan yugura olmay qolsangiz, o'riqlash maqsadiga yetolmay qilishingiz mumkin. Shunlashqa siz o'zingizning zodi nima ish qilmoqchi bo'lganligingizni jazmlashtirishingiz kerak. Ondan siz vositangizning o'zgartirishingiz orqali nishoningizga yetasiz. Siz nima uchun o'sha nishonga yetmoqchi bo'lganligingizni aniq bilishingiz kerak. Chunki jarayoni baktas bo'lishi mumkin. Nishonga yetish uchun oxirigacha davomlashtirish yoki davomlashtirilmaslikdan farqi bo'lsa, yetarli sababning bo'lmasligida. Chunki sabab beshida keladi, natija keynida. Agar siz bir ish qilishda nima uchuningiz ko'p bo'lsa, sababingiz ko'p bo'lsa, siz u ishni qanday qilishni bilasiz. Siz tuvandagi mashqni ishlash orqali o'zingizni ruhlantira olasiz. Bu mashq orqali sizning erishmoqchi bo'lgan narsangiz texnik aniq bo'ladi. Balkim qachonliqqa aniq bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni balkim bundaq bo'lishning bir qancha sabab bo'lishi mumkin. Shunlashqa siz 3-chi bosqichni qo'llanishingiz kerak. Qani, mashqni ishlaylik. Agar siz ma'lum bir nishonga yetmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, nishonga yetmoqchi bo'lish uchun qila oladigan barliq ishlaringizni yozing. Oldi-keyinlik rad tartibini o'ylashmay, kallangizga kelgan hammani yozing. Balkim siz bu nishonga yetish uchun o'zingiz qila oladigan ishdan 10 ni yoki 15 ni yozib chiqishingiz mumkin. Ondan o'zingizdan tuvandiklarini so'rang. Birinchi, qaysilari cho'qim qilishingiz kerak bo'lgani? Mening demoqchi bo'lganim, sizning nishoningizga yetish uchun tizib olgan 10 yoki 15 ishingizdan o'zingiz cho'qim qilishingiz kerak bo'lgan zodi qaysi? Hamda qila oladiganingiz qaysi? O'zingizni kontrol qilib qila oladigan ishlaringiz zodi qaysi? Bularning ichidan bir nechini tanlab chiqing. Bu ishlar sizni cho'qim shu nishonga olib boradigan ishlar bo'lishi kerak. Bular sizning shu nishonga yetishingizni jazmlashtiradigan ish bo'lishi kerak. Qani, uni amsa hozirlik qiling. Chunki siz bu orqali o'zingizning erishmoqchi bo'lgan natijangizni ayira olasiz. Shunlashqa uningga bir oxirgi chek bekiting. Uningga bir qancha sabab qo'shing. Bu orqali siz erishmoqchi bo'lganlaringizga texim aniq erisha olasiz. Qani, uni amsa hozirlik qiling. Siz erishmoqchi bo'lgan natija aniq bo'ldi. Qila oladigan ishlaringiz aniq bo'ldi. Endi siz darhol harakatga o'ting. Bu harakatingiz cho'ng bo'lsin va yoki kichik bo'lsin, darhol harakatlaning. Planingizda natijangizga diqqatingizni ag'diring. Maqsadingizga yetish uchun o'zingizni qo'zg'atqizing. G'oyat zo'r darajadagi plan tuzing. Hayotdagi natijaga yetishning usuli mushu shu. Siz hargizmi o'ylash orqali, parang qilish orqali, bahona topish orqali o'zingizning nishonlarga yeta olmaysiz. Balki natijaga diqqatingizni ag'dirish, shu erishmoqchi bo'lgan natijaga diqqatni markazlashtirish, shu maqsadga yetish uchun o'zingizni qo'zg'atish, g'oyat zo'r darajadagi plan tuzish orqali yeta olasiz. Xo'sh, siz hayotingizdagi natija qozongan bir ishni o'ylab boqing. Siz shu natijaga erishishdan burun parakanda bo'lgan. Siz o'zingizga nima kerak bo'lganligini aniq bilgan. Siz shuningga yetish uchun shuni qilishdagi yetarli sababni topgan. Siz harakat planingizni aniq bilgan. Balkim siz bu jarayonlarni bilib bilmay qilgan bo'lishingiz mumkin. Ondan siz natijaga erishdingiz. Biroq siz hozir shu vaqtda qanday qilganlaringizni unutib qoldingiz. Biz 3-chi bosqichdagi g'oyat zo'r harakat planini tuzib, endi boshlay deyishimizga bizga har xil to'salg'ular paydo bo'lishi mumkin. Balkim tashqi jihatli to'salg'i bo'lishi mumkin. Balkim ichki jihatdagi to'salg'i bo'lishi mumkin. Balkim tashqi jihatdagi to'salg'ulardan endi ishni boshlay desangiz, bolangiz uni olaman, buni olaman deb yo'lingizni to'sib qo'yishi mumkin. Balkim ayolingiz u yer bu yerga berishni talab qilish mumkin.
yoki do'st birodarlaringiz biror yig'ilish, so'rinlarga taklif qilish mumkin. Ularni ayblashingizning hojati yo'q. Chunki ular sizning harakat planingizdan xabarsiz. Balkim ichki jihatga to'salg'ulardan siz o'zingizga mening buni qilg'im bor, biroq yana anim qilg'im bor. Keyinchroq qilsam bo'lar. Bugun kayfiyatim ancha yaxshi emas. Sal kechikib qolay. Azroq dam olay. Ahd qilsammi bo'ldi-ku? Bo'lmasa, keyinchi qilay deyishingiz mumkin. Biroq esingizni ching tuting. O'rinning atisi tugamas, xotinning patisi.